Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş tağalar, hoca onalar, xush kelibsizlar. Bu Süleyman Ar-Rojihiy nomidagi masjid. Bu kishi kim deb aytiladigan bo'lsa, bu kishi dunyoda sahiyligi bilan mashhur bo'lgan kishilardan. Alloh subhanahu va taolo insonga boylik bersa-yu, uni sahiyligi bilan qo'shib bermaydigan bo'lsa, bu boylik insonga manfaat bermasin. Aksincha, uni noto'g'ri joylarga sarflaydigan bo'lsa, uni ziyoniga hukm qilinadigan boylik bo'lib qolar ekan. Nima uchun deyilsa, bu inson yoshligida, bu rivoyatlar keladi, yaqin yillarda yashab o'tgan inson bu. Bu inson yoshligida bu dehqon oilasida katta bo'lgan inson. Dehqon oilasida katta bo'lib, bu kishi o'qituvchisi aytar ekanga, hamma o'quvchilar 1 dinordan olib kelinglar, bir ziyoratga boramiz deydi. Bu kishi mablag'i yo'qligi uchun hamma o'quvchilar olib kelar ekan, u kishi olib kela olmay qolar ekan. Ana shunda bu kishini qolib ketayotganini ko'rib, ustozi aytar ekanki, men senga bitta savol beraman deydigan, osongina savol berar ekan. Savol beraman. Shu savolimga to'g'ri javob bersang, men seni olib ketaman ziyoratga. O'zim yonimdan. Hop derkan, bitta osongina savol berar ekan, topar ekan. Ustozi shuna qilib haligi insonni, bolani ko'ynini olib ziyoratga olib borar ekan. Haligi insonni o'yida, hayolida, tarixida, xotirasida mana shu narsa qolib ketgan ekan. Ustozini shunaqa qilgan yaxshiligi qolib ketgan ekan. Bu inson yoshi katta bo'lib shunaqangi boy inson bo'lgan ekanki, boy bo'lgandan keyin mana shu ustozini yaxshiliklarini juda katta markablar bilan, juda katta bir uylar bilan ana shu ustoziga qaytargan ekan. Bu inson 14 milliard dollar pulini xayriya ehson qilgan inson ekan. 14 milliard dollar.